هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-An'am tefsiri 37. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn-i Kesir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure El-An'am tefsiriden 37. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ula yani Mekke kuffarları nemişki Muhammed'ge Rabbidan bir mucize düşürülmedi deydi. Aytqin ki Allah mucize düşürüşke hakikaten qadir. Lekin ularning to'lisi mo'jiza nozil bo'lib iymon etmasa balog'i duchor bo'ldiganligini bilmaydi. Mayli yer yuzida mangadigan hayvon bo'lsin, mayli ikki qanoti bilan uchadigan uchar qush bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Ya'ni Alloh tarafidan yaratilgan maxluqlardir. Lavhul mahfuzda hech narsani tushirib qo'ymadik. Yani hemmini toluq bitdik. Keyin ular Rabbinin dergahıga yığılıdı. Allah ularning orasida hukm chiqirdi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar gasladir. Yani qabul qilish yuzasidan anglamaydi. Gachilardir. Yani haqni so'zlamaydi. Ular kufrining qorong'uligi ichida qolganlardir. Allah xalqan adamni azdırdı, xalqan adamni to'g'ri yo'lga soladi. Müşriklarning mo'jiza talab qilganlik to'g'risida Allah Teala tövendeki ayetlerde bayan qilgandek ular aytdi: "Taki sen bizga yer ostidan bir buloqni etildirib chiqarmaguncha sana hergiz ishonmaymiz. Yoki sening xormaliq talliq ve o'ttirisidan o'stanglar eqib turadigan bir beg'ing bo'lsin. Yoki sen aytgandek ustimizga osmonni parcha-parcha qilib tushirgin. Yoki payg'ambarligingga guvohchi qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgin. Yoki sening oltindan uying bo'lsin, yoki sen shot bilan osmonga chiqqan. Ta ki Allah tarafından senin onun bendisi ve peygamberi ikenlikin yazılgan biz okuyalaydıgan bir kitabını elip düşmegiçe senin osmonga chiqqanligingga hergiz ishonmaymiz. Müşriklar nima uchun Muhammadga Rabbidan biz talab qilgandek bir mo'jiza tushmaydigandi deydiganligidan xabar berdi. Aytqin ki Allah mo'jiza tushirishga haqiqatan qodir. Lekin ularning to'lisi mo'jiza nozil bo'lib iymon etmasa balog'i duchor bo'ldiganligini bilmaydi. Ya'ni Alloh taolo shunday qilishga qodirdir. Lekin Alloh taolaning hikmati shu mo'jizani kechiktirib tushirishni o'rinlashtirdi. Chunki agar Alloh taolo ularning degindek mo'jizani tushirsa, ular bunga iymon etmasa, Alloh taolo ularni cho'qim burunqi ummatlarni jazolagandek jazolashga oldirgan bo'ladi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Quraysh müşrikleri talab qilgan mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat
burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizalarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Biz Samudga tish tugini ro'shan mo'jiz qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Biz mo'jizalarni faqat bandalarni qo'rqitish uchunla avatimiz. Agar biz ularning iymon etishini xohlaydigan bo'lsak, ularga osmondan ularni iymonga majburlaydigan bir oyatni, alomatni nozil qilib o'tdik. Onunğa ular baş ekkan bo'ladi. Ummatlardan nimening ko'z tutilganligi to'g'risida. Ummatlardan nimening ko'zda tutilganligi to'g'risida. Meyli yer yüzüde mağıdığan hayvan bolsun, meyli iki kanatı bilen uçar kuş bolsun, hemmisi sizlerge okşaş ümmetlerdir. Yani Allah tarafından yaratılgan mahlukatlardır. Mücahid mundaq dedi. Yani özünün namları bilen tonulgan türlük canavarlardır. Katade mundaq dedi. Kuşlar bir ümmet, insanlar bir ümmet ve cinler bir ümmet hesaplandı. Suddi Allah Teala'nın hemmesi sizlerge okşaş ümmetlerdir degan ayetinin manisi hemmesi sizlerge okşaş mahlukatlardır deganlik buldu dedi. Lavhil mahfuzda hiç nersini düşürüp koymadık. Yani hemmini toluq bittik. Yani hemmesi Allah Teala'nın ilmi dairesidir. Meyli quruqluq yoki dengizdagi narsalar bo'lsin, Allah Teala ularning ichidan birarigimu rizq berishni, ularning ishlarini o'rinlashtirishni unutib qolmaydi. Bu haqda Allah Teala mundaq deydi. Yer yuzidagi hayvonlarning hammasiga rizq berishni Allah marhamat yuzidan ustiga olgan. Allah ularning turar joyini ve ölgenden keyin kömüladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobda, ya'ni lavhul mahfuzga yozilgandir. Ya'ni ularning hammasi ismlari, sonlari, yashaydigan joylari, harakatlari ve turadigan makonlarini ochiq bayon qilib beradigan lavhul mahfuzga yozilgandir. Nurg'un hayvonlar o'z rizqini ustiga ololmaydi. Ya'ni öz rızkını tepip yiyişten acizdir. Ularni ve sileni Allah rızıklandırdı. Allah sözünlerini anlap durğucudur. Ahvalınlarını bilip durğucudur. Keyin ular Rabbinin dergahıga yığılıdı. Allah ularning arasida hüküm çıkardı. İbn Ebu Hatem İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet qildi. Ular Rabbinin dergahıga yığılıdı. Deganlikdan hamma narsaning o'ladiganligi ko'z tutildi. Buningdan qiyomat kuni ularni terildiradigan kun ko'z tutildi degan ko'z qarashim bor. Abdurrazzaq meyli yer yüzüde mağıdığan hayvan bolsun, meyli iki kanatı bilen uçuduğan uçar kuş bolsun, hemmisi sizlerge okşaş ümmettir. Yani Allah tarafından yaratılgan mahlukatlardır. Lavhil mahfuzda hiç nersini düşürüp koymadık. Yani hemmini toluq bittik. Keyin ular Rabbinin dergahıga yığılıdı. Allah ularning orasida hukm chiqardi degan oyat haqida Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bütün mahlukatlar, meyli ular tuyoqli hayvonlar, uçar kuşlar ve onundan başka narsalar bo'lsin, hammasi qiyomat kuni Allah Teala'nın dergahıga yığıldı. Ular şu kuni Allah Teala'nın adil hüküm çıkarışıga erişip müngüzsüz hayvanlarga müngüzlük hayvanlardan qisas ilinip verildi. Ondan Allah Teala ularga tuproqqa aylaninglar deydi. Şunun bilan ular tuproqqa aylanib ketadi. Şuna kafirlar kaşki men tuproq bo'lib ketgan bo'lsam-chu deydi.
kafirlarning zulmat ichida gaz qacha ekanligi to'g'risida. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar gaslardir, ya'ni qabul qilish yuzidan anglamaydi. Gachilardir, ya'ni haqni so'zlamaydi. Ular kufrining qorong'uligi ichida qolganlardir. Ya'ni kafirlarning nodonlik, qari qo'saqlik va bir narsani tushunmasliklari xuddi zulmat qorong'uligining ichida qolgan gaz qacha kishiga o'xshaydi. Bu kishi mushundaq holatida turib, qandoqmi chiqish yo'li topa olsin yoki shu zulmat qorong'uligidan qandoqmi chiqib keta olsin? Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular go'yoki kechida isinish va yo'ruqliq elish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yo'rtganda Alloh ularning o'tining yo'riqini o'chirib etdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'ra olmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Ular gazdir, ya'ni gaz anglamagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachidir, ya'ni gachi so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir, ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. Yoki ularning yaxshi deb gumon qilgan amallari cho'nqur dengizdagi qorong'ulikqa o'xshaydi. Uni, ya'ni dengizni qatma-qat to'lqinlar va to'lqinlarning ustidagi qor bulutlar qoplab turdi. Mana bu qatma-qat qorong'uliklardir. Bu qorong'ulikqa giribtor bo'lg'ichi qo'lini uzatsa barmoqlarini ko'ra olmaydi. Alloh nur ato qilmasa, kim bo'lmasin nurni ko'ra olmaydi. Ya'ni Allah hidoyat qilmagan odam hargiz hidoyat topmaydi. Allah xohlagan odamni ozdirdi, xohlagan odamni to'g'ri yo'lga soladi. Ya'ni Alloh taolo mahluqotlarning ishlarida xohlaganini qiladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, aytib beqinglar. Agar sizlarga Allohning azobi yoki qiyomat kelsa, Allohdan g'ayriga iltijo qila olamsizlar? Allohdan g'ayriga iltijo qilamsizlar? Undaq emas. Sizlar faqat Allohga iltijo qilasizlar. Agar Alloh xolisa, sizlar Allohning ko'tirib etishni iltijo qilgan baloni Allah ko'tirib etadi. Sizlar Allohning shiriklari qilayotgan butlarni unutaysizlar. Ya'ni butlarga iltijo qilmaysizlar. Shak shubhisizki, sendin ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. Ular payg'ambarlarni inkor qildi. Ularni Allohga tavba qilib, yelinsin deb nomratlik va og'riq siloh bilan jazoladik. Ularga bizning azobimiz tushgan chaqda nemishqa yelinmidi? Lekin ularning dillari qasovatlashdi. Iymonga yumshimidi. Shayton ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatdi. Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chaqda ularga sinash uchun farovonlikning hamma eshiklarini ichib etdik. Ular taki o'zlariga berilgan ne'matlardan xo'shal-xo'ram turganda ularni ushtum tut jazoladik. Ular hasrat qoldi. Zulm qilgan qavmning yiltizi quritildi. Ya'ni ular butunlay halok qilindi. Jimi hamda sana payg'ambarlarga yordam berib, kuffarlarni halok qilganligi uchun olamlarning Robbi Alloh xosdir. Mushriklarning azobni ko'rganda hech shirki yo'q, Alloh taologa iltijo qildiganligi va buning o'zlariga qarshi pokit bo'ldiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda
o'zining xolig'ini qildiganligidan, maxluqotlari ustida xohlagancha hukm yurgizdiganligidan, uning hukmiga hech kimning qarshi tura olmaydiganligidan va Alloh taolaning hukmining maxluqotlar ustida yurgizilishini hech kimning to'sab qola olmaydiganligidan, balki u xohlagan kishining talabini ijobat qiladigan, shirki yo'q birdan bir iloh ekanligidan xabar berdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, aytib beqinglar. Agar sizlarga Allohning azobi yoki qiyomat kelsa, Allohdan g'ayriga iltijo qilamsizlar? Ya'ni sizlarga keladigan azobni yoki qiyomat keladigan azobni Alloh taoladan boshqa hech qanday birining ko'tarib yetolmaydiganligini obdan biladiganliginglar uchun Alloh taoladan boshqasiga albatta iltijo qilmaysizlar. Agar sizlar rostchil bo'lsanglar, aytib beqinglar. Ya'ni sizlarning Alloh taolaga boshqa ilohlarni shirk qilishinglarda rostchil bo'lsanglar, aytib beqinglar. Undaq emas. Sizlar faqat Allohga iltijo qilasizlar. Agar Alloh xolisa, sizlar Allohning ko'tarib yetishini iltijo qilgan baloni Alloh ko'tarib yetadi. Sizlar Allohning shiriklari qilib olgan butlarni unutysizlar. Ya'ni butlarga iltijo qilmaysizlar. Ya'ni sizlar mushunda qiyin ahvol ostida Alloh taoladan boshqa iltijo qilmaysizlar. Butlaringlar va sizlar Alloh taolaning shirki deb qaragan narsalaringlarning hammasi sizlardan yo'qolib ketadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Sizlar dengizda bir ofatga yo'liqqan chig'inglarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohla keladi. Ya'ni inson mundaq chaqda Allohdan boshqa iltijo qilmaydi. Alloh sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, omon eson quruqlikqa chiqarganda yuz o'raysizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab, avvalgi holtinglar qaytib olasizlar. Inson kufrlik qilg'ichidir. Ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Shak shubhisizki, sendan ilgariki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. Ular payg'ambarlarni inkor qildi. Ularni Allohga tavba qilib yelinsin deb nomrodlik va og'riq siloh bilan jazoladik. Ularga bizning azobimiz tushgan chaqda nemishqi yelinmidi? Ya'ni biz ularni shuning bilan sinagan vaqtimizda ular nemishqi bizga yelinmidi? Lekin ularning dillari qasovatlashdi. Iymonga yumshimidi. Şeytan ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatdi. Ya'ni shayton ularning shirk keltirish, tarsoqlik qilish va osiylik qilishdan iborat qilmishlarini ularga chiroyli ko'rsatdi. Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chaqda, ya'ni u nasihatni unutib, uningdan yuz o'rib tashlab o'tgan chaqda ularga sinash uchun farovonlikning hamma eshiklarini ichib o'tdik. Ya'ni ular yaxshi ko'radigan rizqlarning eshiklarini ichib o'tdik. Bu Alloh taolaning ularning asta gunohga petishiga muhlat berishidir. Biz Alloh taoladan mushundaq ahvollarga yo'liqib qilishdan panoh tilaymiz. Ular taki o'zlariga berilgan ne'matlardan xushal-xuram turganda, ya'ni ular o'zlariga berilgan mol-mulk, bola-chaqa va boshqa har xil ne'matlardan xursand bo'lib turganda, ularni ushtum-tut jazoladik. Ular hasrat qoldi. Ya'ni ular barliq yaxshiliklardan noumid qoldi. Hasan Basri mundaq dedi: Alloh taolo qaysi bir kishiga uning rizqini keng qilib bersa, u kishi
bu Allah Taala'nın man qilgan imtihonidir deb qaramasa kam aql kishidir. Hasan Basri mundaq dedi. Allah Taala qaysi bir kishiga uning rizqini keng qilib bersa, u kishi bu Allah Taala'nın man qilgan imtihonidir deb qaramasa kam aql kishidir. Allah Taala kimning rizqini ta qilsa, u kishi bu Allah Taala'nın mana bergan ogohlantirishidir deb qaramasa, bu kishimi o'xshashla kam aql kishidir deb andin ular ta o'zlariga berilgan ne'matlardan xo'shal-xuram turganda, ular taki o'zlariga berilgan ne'matlardan xo'shal-xuram turganda ularni ushtumtut jazoladik. Ular hasrat qoldi degan oyatini o'qib, Ka'baning Robbi bo'lgan Alloh Taolaning nomi bilan qasamki, bu kishilarning asta-asta gunohga petishidir. Avval ularning hojatlari ravo qilindi, ondan tuyuqsiz jazolandi dedi. Buni Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, aytqinki, aytib beqinglarchu, agar Alloh sizlarning quluqinglarni gaz, ko'zinglarni ko'r qilib qo'ysa, dillaringlarni pechatlab etsa, ya'ni sizlarni hech narsani tushunmaydigan qilib qo'ysa, ularni Allohdan boshqa yana qaysi iloh asliga keltira oladi? Qarag'inki, biz qudratimizni ko'rsatib beradigan oyatlarimizni qandoq bayon qilganmiz. Ammo ular shu oyatlardan yuz o'riydi. Ya'ni iymon etmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, aytib beqinglarchu, agar sizlarga Allohning azobi ushtumtut yoki oshkora kelsa, zolim qavmdan boshqa yana kimlar halok qilindi? Biz payg'ambarlarni faqat savob bilan xo'sh xabar berguchi, azobdan ogohlantiruvchi qilib avatimiz. Iymon etgan va amallarini tuzgan kishilarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar Allohga itoatsizliklari tufaylidan azobga duchor bo'ldi. Alloh Taala payg'ambari Muhammad alayhissalomga sen ey Muhammad inkor qiluvchi va tarsalik qiluvchilarga tuvandikidek degan deb buyurdi. Aytqinki, aytib beqinglarchu, agar Allah sizlarning quluqinglarni gaz, ko'zinglarni ko'r qilib qo'ysa, ya'ni Allah uni sizlarga burun bergandek uni sizlardan tortib olsa, Allah Taala mushi narsalarni o'zining berganligi to'g'risida mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, Allah sizlarni yaratdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Bu oyat yuqorqi oyatning ma'nosining quloqlarni gaz, ko'zlarini ko'r qilib o'tganligidan, shu a'zolaridan Allah Taala'ni tonishda foydalanmaydigan qilib qo'yganligi ko'z tutilgan bo'lishi ehtimolli yaqindir. Shunga Allah Taala mundaq deydi. Dillaringlarni pechatlab etsa, ya'ni sizlarni hech narsani tushunolmaydigan qilib qo'ysa, Allah Taala insonlardagi anglash va ko'rish quvvatining o'zining ilkida ilkenligi to'g'risida mundaq deydi. Sizlarning anglash va ko'rish qobiliyatinglarni kim boshqardi? Bilinglarki, Allah kishi bilan uning qalbi orasida to'salg'i bo'la oladi. Ya'ni kishining dilini egisining xohishi bo'yicha emas, balki o'z xohishi bo'yicha tasarruf qiladi. Ular Allohdan boshqa yana qaysi iloh asli ular Allohdan boshqa yana qaysi iloh asliga keltira oladi? Ya'ni Allah Taoladan boshqa birarsi shulardan birini sizlarga qaytarib berishga qodirmi?
Allah Taala ularni sizlardan tatib olsa, uni Allah Taoladan boshqa hech biri qaytirib kelishga qodir emas. Qarag'inki, biz qudratimizni ko'rsatib beradigan oyatlarimizni qandoq bayon qilganmiz. Ya'ni Allah Taoladan boshqa hech qanday bir ilohning yo'qligini va ularning Allah Taolani tashlab qo'yib ibodat qilgan gumrohlikqa boshlig'ichi yolg'on iloh ekanligini isbotlab beradigan oyatlarimizni qandoq ochiq bayon qilganligimizga qarag'in. Ammo ular şu ayetlerden yüz örüydü. Yani iman etmeydi. Yani şunda uçuk bayan kılıngan bolsumu, ula haktın yüz örüp kişilerini hakkı ergiştin tosudu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eytkin ki, eytip bekanlacu, eğer silege Allah'ın azabı uçtum tut, yani sizler Allah Teala'nın azabının kelgenlikini bilmegen çekinlarda o azap tuyuksuz kelse ya ki aşkarı kelse zalim kavmden başka yani kimle halak kılındı? Yani o azap faqatla Allah Teala'ga şirk keltiriş bilen özlerine uval kılgan kişilerle kelidi. Şirki yok. Bir Allah Teala'ga ibadet kılgan kişiler bu azaptan kutulup kalıdı. Ulağa kelgüsüdün gam kılış, ötkengi kaygırış yoktur. Allah Teala bu vakti mındaktaydı. Azaptan emin boluş iman etkan, imanğa müşriklikini aşkarlaş, imanğa müşriklikini arlaştırmagan adamlarga mensuptur. Biz peygamberlerini fakat savab bilen hoş haber bergiçi azaptın agahlandırgıç kılıp evetimiz. Yani Allah Teala'nın mümin bendilerine mükafetla bilen hoş bişareti bergiçi ve Allah Teala'ya kafir bulgan kişilerini Allah Teala'nın gazapları ve azaplarından agahlandırgıç kılıp evetimiz. İman etkan ve emellerini tüzgen kişilerge kelgüsüdün gam qilish, ketkengi qayg'urish yo'qtur. Ya'ni ular kelajakdan gam qilmaydi. Tashlab kelgan dunyolik ishlarga qayg'urmaydi. Chunki Allah Taala ular qoldirib qo'ygan narsasiga ega bo'lg'uchidir. Ularning tashlab qo'ygan narsasini saqlag'uchidir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar Allah'a itaatsizlikleri tüpeyledin azapqa duçar boludu. Yani ula peygamberler ilip gelgen hakikatke kafir bolganlıqı. Allah Teala'nın buyruklarına boysunuştun çıkıp ketkenliki. Allah Teala toskan haram işlerini kılganlıqı ve Allah Teala hürmetini saklaşqı buyurgan neslerinin hürmetini saklamağanlıqı üçün azap ulağı yetidi. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda En'am suresi tefsiriden 49. ayet kiçi anıldanlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.